120 ga 80. Nechi bo'lardi? U paytda 180-200 ga ham chiqardi. Hozir qon bosimiga dori ham ichmayapsiz? Yo'q. Yaxshi. Bular Avvallari masalan zinadan ko'tarilsam yoki tez yursam charchab qolardim. Hozir yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu. Demak, operatsiyamizga to'g'ridan oshdi, to'g'rimi? Bizga qancha vazn bilan kelgandi? 117 kilo. 117. Hozir bugun o'lchaganimizda 100 chiqdi, to'g'rimi? Demak 17 kilo. 17 kilodan oshiqroq tashlagansiz. Operatsiyadan oldin qanaqa shikoyatlaringiz bor edi? Operatsiyadan oldin davleniyam chiqardi. Kuniga bitta davleniya dori, bitta yurak dori ichardim. Hozir Xudoga shukr yo'qlar. 120 ga 80. Nechi bo'lardi? U paytda 180-200 ga ham chiqardi. Hozir qon bosimiga dori ham ichmayapsiz? Yo'q. Yaxshi. Yana qanaqa shikoyatlar bor edi? Bo'g'imlarimda og'riqlar. Og'riqlar kamaydimi? Yo'qoldimi? Yo'q. Og'riq yo'q. Tez charchashchi. Yurganingizda, ish qilganingizda charcharmidingiz yo'qmi? Tez charchash bo'ladimi? Avvallari masalan zinadan ko'tarilsam yoki tez yursam charchab qolardim. Hozir yo'q. Demak, ancha yengillik bor. Operatsiya qilganingizga pushaymon emassiz? Yo'q. Assalomu alaykum. Men Bog'ibek Karimbayevich, 27 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan oliy toifali xirurgman. Shu kungacha 100 dan ortiq oshiqcha vazn bo'yicha qilinadigan bariatrik operatsiyalarni o'tkazganman. Agarda siz ham ortiqcha vazndan hamda u bilan birga keladigan yondosh kasalliklardan xalos bo'lib, chiroyli ko'rinishga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz uchun operatsiya summasidan 4 million so'm chegirma qilib beramiz. Bepul konsultatsiya orqali shaxsan o'zimdan batafsil ma'lumot olishni istasangiz, ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Keyin mana ayrim bemorlar shikoyat qiladi. Bizda unaqa narsa bo'lmadi hisob. Ko'ngil aynish qayd qilish operatsiyadan keyingi davrda unaqa narsalar bo'lmadimi? Yo'q, u darajada sezmam, lekin agar sal ko'p yeb qo'ysam bo'ladi. Endi me'yorda yeyish kerak-ku. Sal ko'p yesam qiynalaman. Bilmam, lekin o'sha odamlar aytgandek qiynalmayman. Xo'p, keyingi savol, mana qarang, operatsiyadan keyin mana kam ovqat yeyapsiz, to'g'rimi? Oldin bir kosa yegan bo'lsangiz, hozir qancha yeyapsiz? Bir piyolacha. Yo, undan ko'pmi? Bir piyola. Bir piyola. Ba'zan bir piyolaga ham yetmaydi, to'g'rimi? Qarang, oldin bir kosa ovqat yeb yurgan odam hozir bir piyola yeysiz, qorningiz och qolib ovqat yegingiz kelmayaptimi? Yo'q. Ishtaha qanaqa? Ishtaham yaxshi, yaxshi. Lekin ovqat kamlik hisobiga to'polon qilmayapsiz. Yo'q. Ishtaha ochilib, nima qilib? Yo'q. Chunki haligi ishtaha paydo qiladigan joyda grelin gormonlar olib tashladi, gormon chiqadigan joy. O'shanga ko'proq suv ichganim hisobiga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yaxshi. Qarang, mana operatsiyadan qo'rqib, ortiqcha vazndan qiynalib yurgan aka-ukalar, opa-singillarga nima deya olasiz? Mana kameraga qarab aytingchi. Nimasidan qo'rqishadi? Qildirish kerak deb o'ylayman. Qildirish kerak. Men o'zim shunday deb keldim. Nima bo'lsa bo'ladi, qildiraman deb kelganman. Keluvdim. Afsusda emas. Yo'q, afsusda emasman. Sog' bo'lasiz. Demak, siz bilan yana 2-3 oydan keyin uchrashamiz, xudo xolasa. Maqsadimiz 1 yil ichida ortiqcha vaznni 70-80% yo'qotish.